Kele oğlum göşügen. Güllarların katlaması pek mezlikken dada. Tamak altında uşak çiçek nersi yeme. Kele göşügen. Moşuna okuymağı katlımını oğlumga 200 gününe. Katlımını ökke deme. Katlımını ökke dada. Bana ver. Oğlum. To'xtab, doğru. Ben bunu qaytırıp yetay. Göçni yep öyde olturuptur, ha? Yok, ben katlımı yeymen. Katlımı yeymen. Katlımı yeymen. Katlımı yeymen. Katlımını allama. Hoş. Hoşanısa. Avaylapmansılar. Amine acha, katlamada ishkini bering, ha? Nasırdın, bu senin katlaman. Rahmat Amine acha. Katlama bek çürük, avayla. Qatlama qaytır ben. Oy, Qatlamını qaytır ben. uvulup ketken katlamını qanda qaytırımen. Karım yok. Bu qatlamının süpütüde mesele barken. Bayxo'jam, obdan qaradilmi? Qatlamadan qanchani qaytarmoqchi? Bu... Bu ne? Fırdı 5 tane ağam. Bay hocam, bu katlımı yiyen sıra cıklap getipti be. He? Bo'ldi. Qaytırmadım. Men yana 50 qatlama olaman. Yo'q, 100 qatlama olay. Nima, satmamsiz? Ha? Undaq emas. Men uyga berib sevetlib kelay. Qatlamini tayyorlab qo'ying. Bayxo'jam, zodi nima ish qilmoqchi-da? Amine bizni yana katlama alıdı. Emdi beyip getirgen buldum dep uxlama tush ko'ribdi da. Meni qatlimi bilan hijolat qilgandan keyin mushu qatlimi bilan adibini berman. Uning o'zimning qandaqligini ko'rsatib qo'yaman. Bayg'o'jam, sili barman sari aqlliq bo'lib ketib parlajimi? U o'lgur bay. Qo'ton. İşkilamanın kozuga hozircha och tursin. Sal turib men uchun o'yin qo'yib berasizlar. Bu sevatda beliqning purqi bor ekan. O'zi yegan narsani pokiz tozlamabdi. Bayg'o'jamning bundaq sexiyligini bilmabdiq. Qatlamini qaytarmay yana oldi. Amine acha, bo'lmasa qatlamingizni men olib beray. Bayxo'jam yana nima hiyla o'ylayotdi ekan? Pek yaxshi bo'ldi Nasriddin aka. Qo'ton astıra. Ne ish qilyaptilar? Tayyorlab bo'ldim, Qo'ton. Nasriddinning kelishini saqlayapmiz. Cho'ng chiqarvoylar. Bayxo'jam, qatlamini yetib keldi. Uyanın kızının emri göre. Bu müşküleni mi kılmakçı ya? Nasıl naka kaltıs gelsiz? Şuş. Gidiş. Hey. Ben yandım. Beşim. Nasriddin aka. Katlımı izlep gitipti. Hasta çatak oldu. Katlamamni to'lab berish. Mana katlıma. Mana butun qatlimi kerak. Bundaq uzilib ketgan qatlimi kerak emas. Mana boshqidan pishirib beringlar.
Bu senin müşkülerining iş tursa. Kim ko'rdi? Kim ko'rdi? Mana shu ko'mdimmi? Müşküler senin küçük beliqning idini purab bizga yetilib keldi. Bagacha purbidigu, apasi bana boshqada pishirib bersin. Seni tabiatın Güllar eline bo'ldi, yig'lama. Qatlama yeyang, Güllar eline. Hemmisi uyuңat müşkülning iş tursa, dadam tinib oldi. Men isbot bo'la olayman. Nasırdın aka, hoşunuza keldingizmi? Men o'ylab boqay, ha? Men mushkullarni akilib isbotlab beraman. Shundaqmi? Amsi isbotlarni ko'rib boqay. Qatlamalarni terib Bayxo'jamdan pul olmay qolmayli yana. Turdi, qo'lingdagi qatlamani berib tur. Bilmayman. Bu qatlamini men dadamdan aron olgan. At sana qatlamadan 3 ni beray. Shuni? Bo'pti. Bu Turdining qatlamasi, bu Sevatning ichidagisi. Bayxo'jam, endi o ko'yganlar? Ko'rdim. Nima bo'pti? Bu mushuklar Sevatga beliq hidini purab kelib, Sevatning ichidagi qatlamini chuvatdi. Yaramaslar. Qatlamın uyumdaki müşkülen çuvatdimi deyli. 100 qatlam erkekning kim guva? To'g'ri, 60 qatlami bo'lishi mumkin. Biz kam ekanmi do'q? Bayxo'jam, uylardagi tarozini ishiltib tursak bo'lamdi. Men uning 100 qatlam ekanligini isbotlab beraman. Bu tarozi oti-bondan qolgan. Xohlagancha boshqalarga berib turmayman. Amsa boshqa tarozi ishiltay. Kam chiqib qolsa, karim yo'q. Saqlab tur. To'pra. Günlar, bütün qatlamadan birini olib keling. Tez bo'ling. Tarozni olib keldim. Bayxo'jam, ota-bobolaridan qolgan tarozini buzib qo'ymay, o'zlari tatib baqslar. Meni ish qilmoqchimi? Xato bo'lib qolmasin deyman, ha? Bir qatlami 100 gram keladi ekan. Undaqda uvilib ketgan qatlamalarni tatib baqslar. Hammasi 10 kilo keladi ekan. Bayxo'jam, bek to'g'ri topdilar. Albatta. Xotin, senda baqa. Nasırdin, sen zat neyim qilmoqchi? Nayt oddiy. Bir qatlamining eg'irligi 100 gram. Undaq bo'lsa, 100 qatlamining eg'irligi 10 kilo bo'ladi. Bayxo'jam, hozir o'zlari tatib ko'rdilar. Uvilib ketgan qatlamining eg'irligi 10 kilo. Demak, Amina ajimiz sizga 100 qatlama avatdi. Bir simi kam emas. Bu Bayxo'jam, tanga. xotin, qanday qilamiz? Qandoq qilatdiq? Kirib tangina chiqsizlar. Nasırdin aka biz yengdi. Bayxo'jamning tangisini kutaylik. Bo'lmaydi. Biz doim Nasrdinga shunaq ahmoq bo'lib yuramdiq. U ajab ochig'ini keltirdi. To'g'ri, ochig'imizni bosolmay kelyapmiz. Xotin, men amalsiz qoldim. Endi gap senda qoldi. U yaramas. O'tdan amaldan birini topmaydigan bo'lsam. To'g'ri. Bizning ayda xotinimni degan hisob. Mening xotinim emasmi? Shuni bilsizlar bo'ldi. Xalqlik vaqtda yana men o'tirib chiqmasam bo'lmaydi. Shu. Qanday qilish kerak? Bo'lmasa